Isro va Miroj Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hayotidagi eng buyuk safar. Shu muborak kecha voqealarini birgalikda eslaymiz. Me'rojga chiqqanlarida Alloh subhanahu va taoloni ko'rganlari yoki ko'rmaganlari to'g'risida sahobai kiromlardan qilingan rivoyatlarda ikki xil ixtilofli ma'no bor. Ko'rganlar deganlar ham bor, ko'rmaganlar deganlar ham bor. Lekin ulamolarimiz bu rivoyatlarni chuqur tahlil qilib, o'rganib chiqib, ularni hammasini bir yerga jamlab, solishtirib, mulohazalarni qilib, ularning sabablarini o'rganib chiqqanlaridan keyin aytadilarki, Payg'ambar alayhisolatu vassalom Me'rojga chiqqanlarida Alloh taoloni ko'rdilar degan sahobalarning gapi u boshdagi ikkita odatdagi ko'z bilan emas, qalb ko'zi bilan ko'rdilar degan ma'noni anglatadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Me'rojga chiqqanlarida Alloh taoloni ko'rganlari yo'q degan sahobalar esa ana o'sha oddiy insoniy ko'z bilan boshda bo'ladigan ikkita ko'rish asbobi hisoblangan ko'z bilan ko'rganlari yo'q degan ma'noni iroda qilishgan deyiladi. Demak, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Me'rojga chiqqanlarida siz bilan bizning tasavvurimizdagi oddiy ko'rish shu o'zlariga berilgan jism bo'lgan ko'zlari bilan Allohni ko'rganlari yo'q, balki u zotni ko'rishlari qalb ko'zi bilan bo'ladi. Allohning jamolini haqiqiy ko'z bilan haqiqatda ko'rish faqatgina jannatda bo'ladi inshaalloh. Savolni davomidagi farishtalar va jinlar Allohni ko'rishganmi degan savolga albatta yo'q, ko'rishmagan degan javob beriladi. Bu muborak kecha haqidagi so'zlar qalbingizga nur bo'lsin. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin.